Ularning mas'uliyatsizligi talay ayollarni, talay bolalarni, talay oilalarni vayron qiladi. Mana shuningdek, bugun men qo'limga qalam ilib, ayollardan ayolligini tepib olishni, erkaklarni g'ururi, o'z erkakligi bilan yoshig'ini qo'yishni o'tinib yozyapman. Qalam tutgan qo'llar albatta o'zi ko'rgan, anglagan, his qilgan yezibla qolmay, boshqalar so'zlab bergandan olgan hislarni yozadi ekan. Mana menmi talay akalarimizning, talay dadalarimizning, talay inalarimizning, talay yigitlarimizning taklifi bilan bu yozmani yozyapman. Erkaklardan erkaklik talab qilish uchun bizda ayollarga xos ayollik, qizlarga xos qizlik, onalarga xos onalik bo'lishi kerak ekan. Talay ayollarni ko'rdim. Oilada ayollik, onalik burchini ado qila olmayotgan, o'z mas'uliyatini toniy olmayotgan, uyning mo'rsidan is chiqarish o'rniga uydan bo'ron uchirayotgan, o'zining qornini yerib tushgan bolani beqishni muqamlashtira olmay, bola beqib yerib ketdim deb hol aytayotgan. Ona bo'lgandan iftixorlanish o'rniga voysayotgan shu ayollar, shu onalar. Qazon qaynagan uyda barkat bor, qazon qaynagan uyda mehr muhabbat bor. Ammo uni his qila olmay, har kuni bozordan tomoq yeb, yo'ldishini uy tomoqiga zar qilayotgan, onasining qadriga kuniga talay yetkazayotgan shu. 抖音